Namanganda to'y kortejida qoida buzgan 50 nafar haydovchi jazolandi. Namangan viloyatida to'y kortejida qatnashib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan 50 nafar haydovchiga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, haydovchilar drift harakatlarini bajargan, qarama-qarshi yo'nalishga chiqqan transport vositalari va piyodalar uchun xavf tug'dirgan. Shuningdek, ular sodir etgan huquqbuzarliklarni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Sud qaroriga asosan yo'l bezoriligi va qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan 25 nafar haydovchi 1 yil muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum etildi hamda ularga bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorda jarima belgilandi. Qolgan 25 nafar haydovchiga esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari 2 million 60 ming so'm jarima qo'llangan.